8 etajkani 6-etajda turibmiz. 6-etajdan 75 kvadrat metr 2 xonali korobka uyimiz bor. Hozir obzorni ko'rsataman, keyin narxiga o'tamiz. Xo'p, kiraverish eshigi, prixoshka. Prixoshkamizdan kirdingizmi ham o'ng qo'lga bitta uyimiz bo'ladi. Terajzor, juda zo'r lokatsiya. Shaharning sentri. Mana ko'rishingizlar, juda chiroyli uy, maza qilib o'tirasizlar. Parkovkadan muammo yo'q. Mashina qo'yishga joy ko'p. Xo'p, uyimizga qaytib kiramiz. Ikki tomonlama balkonli uyimiz. Mana shunisi juda yoqadi. И kuxnyamiz ham ancha kattagina kuxnya bo'ladi. Domda hech qanaqa muammo yo'q. Sanuzalarimiz razdelniy, gaz, suv hamma narsasi o'tkazilgan. Bu ikkinchi uyimiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 46 ming deyaptilar narxini, yana ozgina kelishadigan joyi bor. 8 etajga 6-etajdan 2 xonali 75 kvadrat metrli uy, 46 ming dollar.